Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz ham mobil aloqa xizmatlari uchun har oy ortiqcha pul to'layotganingizdan charchadingizmi? Telefon balansingiz noma'lum sabablarga ko'ra tez tugab qolayotganidan norozimisiz? Operatorlar doimiy ravishda eng qulay tariflarni taklif qilib, aslida sizga foydadan ko'ra ko'proq chiqim keltirayotganini sezmayapsizmi? Bugun sizga operatorlar sir saqlayotgan, faqat tanlaganlarga aytadigan yoki shunchaki juda murakkab qilib yashirgan maxfiy tariflar va imkoniyatlar haqida gapirib beraman. Bu ma'lumot har birimiz uchun, aynan har bir mobil abonent uchun juda muhim va dolzarb. Agar siz pullaringizni tejashni istasangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki tezkor harakat qilish kerak. Bunday imkoniyatlar uzoq vaqt mavjud bo'lmasligi mumkin. Hoziroq kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati keling. Avval vaziyat qanday edi va hozir nimalar o'zgargani haqida gaplashaylik. Bir necha yillar oldin mobil aloqa bozorida tanlov unchalik katta emas edi. Operatorlar soni cheklangan, tarif rejalari esa ancha sodda va tushunarli edi. Abonentlar uchun asosiy paketlar mavjud bo'lib, ular odatda ma'lum miqdordagi daqiqalar, SMS va internet trafikini o'z ichiga olardi. Har bir narsaning narxi aniq va oshkora edi. Odamlar o'z ehtiyojlariga mos kelgan tarifni tanlar va uni uzoq vaqt davomida ishlatardi. Har qanday qo'shimcha xizmatlar uchun to'lovlar ham odatda oldindan ma'lum bo'lardi. Kutilmagan chiqimlar deyarli bo'lmasdi. Operatorlar o'z mijozlariga minimal darajada bo'lsa ham shaffoflikni ta'minlashga intilar edi. Eng muhimi, tarif rejasini tushunish uchun sizga mobil aloqa muhandisi bo'lish shart emas edi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgargan. Mobil aloqa bozori juda raqobatbardosh bo'lib ketdi. Har bir operator o'z mijozlarini saqlab qolish va yangilarni jalb qilish uchun turli xil marketing strategiyalarini qo'llamoqda. Natijada tarif rejalarining soni haddan tashqari ko'paydi. Ularning tuzilishi esa juda murakkablashdi. Endi tariflarda nafaqat daqiqalar, SMS va internet, balki turli xil cheksiz xizmatlar, bonuslar, sehrli aksiyalar va boshqa ko'plab qulayliklar mavjud. Afsuski, bu qulayliklarning ko'pchiligi aslida abonentning o'rtacha oylik xarajatini oshirishga qaratilgan. Operatorlarning asosiy maqsadi har bir abonentdan tushadigan o'rtacha daromadni maksimum darajaga ko'tarish. Ular bu maqsadga erishish uchun turli xil yashirin shartlar, avtomatik faollashadigan pullik obunalar, tushunarsiz to'lovlar va murakkab tarif tuzilmalarini qo'llashadi. Ularning eng yaxshi deb tavsiya qilgan tariflari ko'pincha sizning real ehtiyojlaringizga mos kelmaydi. Aksincha operator uchun eng foydali bo'ladi. Ular sizning eng arzon va samarali tarifni topishingizni xohlamaydi. Ular sizni o'zlarining eng daromadli rejasiga jalb qilishni istashadi. Bu esa biz oddiy abonentlar uchun juda katta muammoga aylangan. Biz doimiy ravishda o'zimiz bilmagan holda ortiqcha pul to'laymiz. Ba'zan esa to'lagan xizmatlarimizdan to'liq foydalana olmaymiz. Muammoning tub mohiyati shundaki, operatorlar sizga pul tejashga yordam beruvchi eng ma'qul va arzon variantlarni ochiqchasiga taklif qilmaydi. Balki ularni turli yo'llar bilan yashiradi yoki murakkab qilib ko'rsatadi. Maxfiy tariflar va ulardan foydalanish yo'llari xo'sh. Aynan nimani bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas? Keling, bu savollarga batafsil javob beraylik. Maxfiy tariflar deganda har doim ham operatorlar faqat tanlangan doiraga taklif qiladigan mutlaqo yashirin rejalarni nazarda tutmaymiz. Ko'pincha bu eski hozirda reklama qilinmaydigan, ammo hali ham mavjud bo'lgan tariflar, tor doiradagi mijozlar uchun mo'ljallangan maxsus takliflar yoki shunchaki mavjud tarif rejalarining shartlarini chuqur o'rganish orqali topiladigan optimal kombinatsiyalar. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchidan, har oy mobil aloqa uchun sezilarli miqdorda pul to'layotganini his qiladigan har qanday kishi xavotirlanishi kerak. Agar balansingiz tezda tugab qolayotganini sezsangiz, oylik hisobotlaringizni tekshirmasangiz yoki tarif rejangizni oxirgi marta qachon ko'rib chiqqaningizni eslay olmasangiz, demak, siz eng katta xavf guruhiga kirasiz. Ayniqsa internetdan foydalanish, qo'ng'iroqlar yoki SMS yuborish odatlaringiz doimiy o'zgarib turadiganlar. Masalan, bir oyda ko'p internet ishlatib, keyingi oyda esa ko'p qo'ng'iroq qiladiganlar jiddiy e'tibor berishlari lozim. Sizning hozirgi tarifingiz sizning joriy ehtiyojlaringizga mos kelmasligi ehtimoli juda yuqori. Kim xavotirlanishi shart emas. Aksincha, agar sizning mobil aloqa xizmatlaridan foydalanish odatlaringiz juda barqaror, prognoz qilinadigan va kam bo'lsa,
Siz allaqachon eng arzon tarif rejalaridan birini tanlagan bo'lsangiz va o'z xarajatlaringizni doimiy ravishda nazorat qilib borsangiz, ehtimol siz uchun hozircha xavotirlanishga sabab yo'q. Masalan, faqat kiruvchi qo'ng'iroqlarga javob beradigan va juda kamdan kam holatlarda internetga kiradigan abonentlar ko'pincha eng oddiy va minimal to'lovli tariflarda bo'ladi. Endi esa bir nechta aniq real hayotiy misollar va vaziyatlar bilan chuqurroq ko'rib chiqaylik. 1. Meros tariflari. Operatorlar yangi, jozibador tariflarni taqdim etishga intiladi, lekin eski. Ba'zida esa yanada foydali bo'lgan tarif rejalarini faol ravishda reklama qilmaydi. Agar siz eskirgan bir necha yildan beri o'zgarmagan tarifda bo'lsangiz, uni albatta tekshiring. Ba'zan operatorlar bunday tariflarni arxalarga o'tkazadi, lekin ularni hali ham abonentlar uchun ochiq qoldirishi mumkin. Misol uchun tasavvur qiling, 5 yil avval Dostona deb nomlangan tarif rejasi mavjud edi. U oyga 3000 so'mga 1000 daqiqa, 1000 SMS va 5 gigabayt internet trafikini taqdim etardi. Hozirgi kunda operator Super Aksiya nomli yangi tarifni reklama qiladi. U oyga 36 ming so'mga 500 daqiqa, 500 SMS va 10 gigabayt internet beradi. Agar sizning asosiy ehtiyojingiz internetdan ko'ra ko'proq daqiqalar va SMS bo'lsa, eskirgan Dostona tarifi siz uchun ancha foydaliroq bo'ladi. Operatorlar sizni bu haqda ogohlantirmaydi. Aksincha, yangi, qimmatroq va ehtimol sizga unchalik mos kelmaydigan tarifga o'tishga undaydi. Bu kabi meros tariflarini qanday tekshirish kerak? Operatoringizning veb saytidagi arxiv tariflari bo'limini qidirib ko'ring. Yoki texnik yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilib eski, reklama qilinmaydigan tariflar haqida so'rang. Ba'zan ularda faqat joriy abonentlar uchun bo'limida shunday takliflar bo'lishi mumkin. 2. Tor doiradagi tariflar. Ba'zi operatorlar talabalar, nafaqaxo'rlar, davlat tashkilotlari xodimlari yoki ma'lum bir hudud aholisi uchun maxsus kamroq reklama qilinadigan tariflarni taklif qiladi. Bu tariflar odatda ma'lum bir guruhning ehtiyojlarini hisobga olgan holda juda foydali narxlarni taklif qiladi. Ammo operator ularni keng jamoatchilikka e'lon qilmaydi. Masalan, talaba tarifi bo'lishi mumkin. U talabalik guvohnomasi bilan faollashtiriladi va universitet saytlariga cheksiz kirish imkoniyati hamda juda arzon internet paketlari taklif qiladi. Ammo qo'ng'iroqlar uchun narxlar yuqori bo'lishi mumkin. Yoki dehqon tarifi mavjud bo'lishi mumkin. U qishloq joylarida yashayotgan dehqonlar uchun bir nechta tanlangan raqamlarga cheksiz qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beradi. Lekin internet juda cheklangan bo'lishi mumkin. Siz bu kabi tariflar haqida qanday bilib olasiz? O'zingiz mas'ul bo'lgan guruhlarning ma'muriyatlari, masalan, universitet dekanati, mahalliy hokimiyat organlari, organ yoki operatorning rasmiy ofislariga tashrif buyurib, bevosita so'rab bilishingiz mumkin. Ba'zan bu tariflar operatorning veb saytining eng chuqur sahifalarida kichik shrift bilan yozilgan bo'ladi. Uch paketli tuzoq. Operatorlar ko'pincha sizga internet, qo'ng'iroqlar va SMSni o'z ichiga olgan yirik paket tariflarni taklif qiladi. Ko'pincha siz ushbu paketning bir qismi uchun ortiqcha pul to'laysiz, chunki siz uni to'liq ishlatmaysiz. Misol uchun, sizga oyga 20 ming so'mga 20 internet, 500 daqiqa va 1 SMS beradigan tarif rejasi taklif qilindi. Ammo siz haqiqatda oyga atiga 5 internet, 1000 daqiqa va 1000 SMS ishlatasiz. Bu holatda siz 25 giga ishlatilmagan internet uchun pul to'laysiz va qo'shimcha ravishda daqiqalar uchun ortiqcha xarajat qilasiz, chunki 500 daqiqa sizga yetmaydi. Bu yerda yashirin qism shundaki, agar siz o'z ehtiyojlaringizni to'g'ri baholay olsangiz, qo'ng'iroqlarga yo'naltirilgan tarif rejasi pulliq alohida kamroq hajmdagi internet paketi sizga ancha arzonroq tushadi. Operatorlar sizga bunday kombinatsiyalarni taklif qilishmaydi, chunki ular uchun hammasi birda paketlari daromadliroqdir. O'zingizning aniq iste'mollaringizni hisobga olib, individual paketlarni yig'ish imkoniyatini qidirib ko'ring. Dard, avtomatik obunalar va qo'shimcha xizmatlar tuzog'i. Bu ehtimol eng keng tarqalgan va eng ko'p pul yo'qotishga sabab bo'ladigan tuzoqlardan biridir. Operatorlar yoki ularning hamkorlari turli xil pullik xizmatlarni, ob-havo ma'lumotlari, goroskoplar, yangiliklar xizmatlari, o'yinlar, musiqalar va hokazo abonentning bilimi va aniq roziligisiz faollashtirib qo'yishi mumkin. Siz shunchaki internetda biror reklamani bosganingizda yoki bekor qilish tugmasi o'rniga OK ni bosganingizda yoki hatto ba'zi bir mobil ilovalar orqali bu xizmatlarga obuna bo'lib qolishingiz mumkin. Bu xizmatlar odatda juda kam. Masalan, kuniga 1000 so'm kabi kichik miqdorlarni yechib oladi
Lekin ular har kuni yechib olinib, oyga sezilarli miqdordagi pulingizni yeb ketadi. Balansingizning kutilmaganda kamayib borishiga aynan shu kabi obunalar sabab bo'lishi mumkin. Operatorlar bu obunalar haqida sizga aniq ogohlantirish bermaydi. Chunki ular uchun bu ham daromad manbai. Sizning vazifangiz bu kabi obunalarni topish va ularni o'chirishdir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslar endi esa operatorlar ochiqchasiga aytmaydigan, e'tibordan chetda qoladigan ba'zi muhim jihatlar. Tuzoqlar va noaniq nüanslar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar tarif rejasi tanlashda yoki uni ishlatishda sizni katta xarajatlardan qutqarishi mumkin. Bir mayda harflar bilan yozilgan shartlar. Har doim tarif rejasining asosiy tavsifidan tashqari pastda mayda shriftda yozilgan barcha shartlarni diqqat bilan o'qing. Bu yerda ko'pincha muhim cheklovlar, qo'shimcha to'lovlar, bonuslarning amal qilish muddati, tarifga o'tish shartlari va boshqa sirlar yashiringan bo'ladi. Masalan, cheksiz internet deb yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin mayda harflar bilan faqat ma'lum saytlar uchun yoki kunlik 500 megabaytdan so'ng tezlik cheklandi deb ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki bepul daqiqalar faqat operator ichidagi qo'ng'iroqlar uchun bo'lishi mumkin. Boshqa operatorlarga qo'ng'iroqlar esa qimmatga tushishi mumkin. 2. Aksiya davri narxlarining o'zgarishi. Ko'plab tariflar dastlabki 3-6 oy davomida jozibador narxda taklif qilinadi. Masalan, birinchi oy bepul, keyin 60 million so'm deb e'lon qilinadi. Ammo bu aksiya davri tugashi bilan, masalan, 2-oydan boshlab yoki 4-oydan boshlab narx kutilmaganda 60 million so'mga, hatto 1 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu haqda shartnomada yoki tarif tavsifida juda kichik harflar bilan yozilgan bo'ladi. Siz tarifga o'tishdan oldin uning to'liq narx dinamikasini aniq bilishingiz kerak. Operatorlar sizni bu vaqtdagi narx o'sishi haqida eslatib o'tishni unutib qo'yishi mumkin. 3. Optimal tavsiyalar. Operatorlarning mijozlarga xizmat ko'rsatish markazlari xodimlari yoki avtomatik chatbotlar sizga optimal tarifni tavsiya qilishi mumkin. Ammo bu optimallik ko'pincha operatorning o'z daromadini maksimal darajada oshirishga qaratilgan bo'ladi. Sizning haqiqiy ehtiyojlaringizga emas. Ular sizning oldingi oylardagi foydalanishingizni tahlil qilib, sizga eng ko'p ishlatgan xizmat turi bo'yicha salgina oshiqcha miqdordagi paketni taklif qilishadi. Masalan, agar siz bir oyda 7 GB internet ishlatgan bo'lsangiz, ular sizga unga emas. Balki 25 GB internet beradigan tarifni tavsiya qilishlari mumkin. Shunda siz keraksiz jiblar uchun pul to'laysiz. Ular sizga arzonroq variantlar haqida ma'lumot bermaydilar. 4. Uzoq vaqt foydalanilmagan raqamlar. Agar siz mobil raqamingizni uzoq vaqt davomida ishlatmasangiz, masalan 3-6 oy davomida qo'ng'iroq qilmasangiz, SMS yubormasangiz yoki internetga kirmasangiz, operator sizning raqamingizni de aktivatsiya qilishi yoki avtomatik ravishda juda qimmat standart default tarif rejasiga o'tkazishi mumkin. Bunday tariflarda har bir daqiqa SMS yoki MB uchun narxlar sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Agar siz shunday raqamni qayta ishlatishni boshlasangiz, kutilmaganda balansingiz juda tez tugab qolishi mumkin. Bu holatda raqamni qayta faollashtirish yoki boshqa tarifga o'tish uchun maxsus harakatlar talab qilinadi. 5. Tezlikni cheklash/throttling. Ba'zi cheksiz tarif rejalarida ma'lum miqdordagi trafik ishlatilgandan so'ng, masalan, 30 GB yoki 50 GB internet tezligi sezilarli darajada cheklanadi. Yoki ma'lum bir miqdorga yetgandan so'ng videolarni faqat standart sifatida tomosha qilish mumkin bo'lib qoladi. Bu tarifning tavsifida yashiringan bo'lishi mumkin. Yoki cheksiz internet aslida faqat telefonning o'zida ishlashi, lekin internetni boshqa qurilmalarga tethering ulash imkoniyati cheklangan yoki pullik bo'lishi mumkin. Bu ham foydalanish erkinligini cheklovchi yashirin shartlardan biridir. 6. Past balansdagi qimmat narxlar. Bu juda hiyla-nayron usul. Ba'zi operatorlar agar balansingiz ma'lum bir minimal miqdordan, masalan 1000 so'mdan pastga tushib ketsa, sizni vaqtincha ancha qimmatroq tarifga o'tkazishi mumkin. Masalan, daqiqasiga 200 so'm yoki 1 megabayt uchun 500 so'm kabi narxlar joriy etilishi mumkin. To siz balansingizni yetarli darajada to'ldirmaguningizcha. Bu haqda sizga aniq ogohlantirish berilmasligi mumkin. Shunchaki pul tez tugayotganini sezasiz. Bu albatta abonentning tezroq balansini to'ldirishga undash uchun qo'llaniladi. 7. Tarifni o'zgartirish uchun to'lovlar. Ba'zan operatorlar abonentlarning tarif rejalarini tez-tez o'zgartirishni xohlamaydi. Shuning uchun ular tarifni o'zgartirish uchun kichik, ammo yoqimsiz to'lov joriy qilishi mumkin. Masalan,
1000 ming so'm yoki 2 ming so'm. Bu kichik to'lov ko'pchilikni arzonroq yoki qulayroq tarifga o'tishdan qaytarishi mumkin. Shuning uchun yangi tarifga o'tishdan oldin bu jarayon uchun qancha to'lov olinishini aniqlab oling. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Qanday qilib bu yashirin tariflarni topish, ulardan foydalanish va pullaringizni tejash bo'yicha aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Bu yerda sizga nima qilish kerakligi, qayerga borish kerakligi, qanday hujjatlar yig'ish va nimani yozish kerakligi haqida aniq ma'lumot beraman. Birdi, joriy foydalanishingizni tahlil qiling. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Siz o'z telefoningizdan qanday foydalanayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun operatoringizning shaxsiy kabinetiga veb-sayt yoki mobil ilova orqali kiring. So'nggi 3-6 oylik batafsil hisobotlarni yuklab oling. Bu hisobotlarda siz oyga o'rtacha qancha daqiqa gaplashasiz, necha GB internet ishlatasiz va necha dona SMS yuborasiz. Bu raqamlar sizning eng yaxshi do'stingiz bo'lishi kerak. Oddiygina taxmin qilish sizni noto'g'ri tanlovga olib kelishi mumkin. Masalan, siz o'zingizni ko'p internet ishlataman deb hisoblashingiz mumkin. Ammo hisobotda atigi 5-7 ishlatganingizni ko'rishingiz mumkin. Yoki aksincha, daqiqalarni kam ishlataman deb o'ylab, aslida 1000 daqiqadan oshiq gaplashayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu ma'lumotlarni daftaringizga yoki elektron jadvalga yozib oling. Shuningdek, qaysi paytda va qaysi xizmatlar uchun ortiqcha pul yechilganini ham diqqat bilan o'rganing. 2. Joriy tarif rejangizni to'liq ko'rib chiqing. O'zingizning hozirgi tarifingizning barcha komponentlarini diqqat bilan o'rganing. Undagi daqiqalar, SMS va internet paketlarining hajmini, ularning amal qilish muddatini, paketlar tugagandan so'ng har bir daqiqa MB yoki SMS uchun olinadigan narxni aniq bilib oling. Ba'zan paket tugagandan so'ng narxlar bir necha barobar qimmatlashishi mumkin. Shuningdek, tarifingizni qachon faollashtirganingizni va unda mavjud bo'lgan barcha shartlarni, masalan, tarmoq ichida cheksiz daqiqalar. Ammo boshqa tarmoqqa qo'ng'iroqlar qimmatligi tushunib oling. Ushbu ma'lumotlarni ham yozib qo'ying. Barcha mavjud tariflar bilan solishtiring. Faqat operatorning veb-saytidagi asosiy reklama qilingan tariflarga qarab qolmang. Arxiv tariflari bo'limini qidirib ko'ring, agar mavjud bo'lsa. Ba'zi operatorlar eski tariflarni u yerda saqlaydi. Operatorning rasmiy ofisiga tashrif buyuring va mijozlarga xizmat ko'rsatish xodimidan maxsus reklama qilinmaydigan yoki eski, lekin hali ham abonentlar uchun ochiq bo'lgan tariflar haqida so'rang. Telefon orqali ham ularning texnik yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilib, men o'z foydalanishimga mos keladigan eng arzon tarifni qidiryapman. Sizda barcha mavjud tariflar, shu jumladan eski va maxsus takliflar ro'yxati bormi deb so'rang. Ular avvaliga rad etishlari mumkin, lekin qat'iyatli bo'ling. Mening do'stimda shunday tarif bor edi. Uni hozir ulash mumkinmi? Kabi savollar ham ish berishi mumkin. 4. Barcha faol pullik obunalarni tekshiring va o'chiring. Bu sizning pulingizni tejashning eng tezkor usullaridan biridir. Operatoringizning shaxsiy kabinetida faol xizmatlar yoki obunalar bo'limini toping. U yerda sizda faollashtirilgan barcha pullik obunalar ro'yxati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar shaxsiy kabinetda topa olmasangiz, operatoringizning USSD kodlaridan foydalaning. Har bir operatorning o'ziga xos USSD kodlari mavjud, masalan, Biluismi, Dembil Ko'ringulut kabi umumiy kodlar bo'lishi mumkin. Ammo aniq kodlarni operatoringizning rasmiy saytidan yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish markazidan bilib oling. Bu kodlar orqali siz qaysi xizmatlarga obuna bo'lganingizni bilishingiz va ularni o'chirishingiz mumkin. Sizga kerak bo'lmagan har qanday xizmatni darhol bekor qiling. Agar qandaydir obunani o'chira olmasangiz, operatorga qo'ng'iroq qiling va uni o'chirib qo'yishni talab qiling. 5. Foydalanish limitlarini va bildirishnomalarini sozlang. Ko'pgina smartfonlarda va operatorlarning ilovalarida internet trafigi limitlarini belgilash imkoniyati mavjud. O'zingizga qulay bo'lgan limitni, masalan, erta tugamasligi uchun oylik paketning sahamaqarnima ishlatilganda o'rnating va paket tugashiga yaqin qolganda bildirishnomalar olishni yo'qing. Bu sizni kutilmagan xarajatlardan himoya qiladi va paketdan tashqari qimmat MBlar uchun pul to'lashdan saqlaydi. 6. Operatorni o'zgartirishdan qo'rqmang. Agar sizning hozirgi operatoringiz sizning ehtiyojlaringizga mos keladigan munosib tarifni taklif qilmasa yoki yuqoridagi amallardan so'ng ham pullaringizni tejay olmasangiz, raqamingizni boshqa operatorga o'tkazishni raqam ko'chirish xizmati orqali jiddiy ko'rib chiqing.
Bugungi kunda bu jarayon ancha soddalashgan va ko'p vaqt talab qilmaydi. Bozor raqobatbardosh bo'lgani sababli. Boshqa operatorlarda sizga yanada foydali shartlar mavjud bo'lishi mumkin. Yangi operatorlar ko'pincha mijozlarni jalb qilish uchun maxsus bonuslar va chegirmalar taklif qiladi. 7. Hamma narsani hujjatlashtiring. Tarif tavsiflarining skrinshotlarini oling. Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bo'lgan suhbatlaringizni agar operator ruxsat bersa, yozib oling. O'zaro aloqa qilgan sanalarni va vaqtlarni yozib qo'ying. Bu ma'lumotlar kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday kelishmovchilik yoki nizoni hal qilishda sizga yordam beradi. Operator sizga biror narsa va'da qilsa, uni yozma ravishda tasdiqlashni so'rang. Mustaqil sharhlarni o'qing. Turli forumlar, ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar va mustaqil veb saytlarda boshqa foydalanuvchilarning tariflar va operatorlar haqidagi fikrlarini o'rganing. Ko'pincha u yerda yashirin tariflar yoki operatorlarning hiyla-nayranglari haqida qimmatli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar sizga boshqa abonentlarning tajribasidan saboq olishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, mobil aloqa operatorlari sizga har doim ham eng foydali shart-sharoitlarni taklif qilavermaydi, aksincha o'z daromadlarini oshirishga intiladi. Ammo bu siz o'z pulingizni havoga sovurishingiz kerak degani emas. O'zingizning foydalanishingizni tahlil qilish, tarif rejalarini diqqat bilan o'rganish va faol ravishda eng maqbul variantlarni izlash orqali siz har oy sezilarli miqdorda pul tejashingiz mumkin. Operatorlar sizga bu borada yordam bermaydi. Shuning uchun bu mas'uliyatni o'z zimmangizga olishingiz kerak. Unutmang, vaqtni boy bermang. Pulingizni tejash uchun bugundan boshlang. Bu nafaqat sizning moddiy ahvolingizni yaxshilaydi, balki mobil aloqa xizmatlaridan yanada ongliroq va samaraliroq foydalanishga yordam beradi. O'z fikrlaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday maxfiy tariflarga duch kelgansiz yoki qanday usullar bilan pul tejangiz? Boshqa tomoshabinlarga ham o'z tajribangiz bilan bo'lishing. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.